Shu kunlarda men o'zimning shaxsiy hayotim bilan ovora bo'lib, anu kimligi noma'lum, bilmadim qanaqa kun tug'ilib qolgan Fayoz gaplaringga e'tibor qilmayotgandim. Mayli dedim, indamadim. Lekin har bitta gapingni, har bitta tuhmatingni chegarasi bor. Yaxshiyamki, Allohga qasam, o'rtaga farzandimni qo'yib qasam icha olaman. Men hech qanday gostinitsa yoki sen aytayotgandek klublarga borganim yo'q. Shu 5 kundan beri men farzandim bilan ovora edim. Lekin endi sen shoshmay turgin. Men oldimda erim borligi uchun bir ikkita narsalarga andisha qilib turgandim. Endi sen bilan men boshqacha shug'ullanaman. Haqiqiy Afruza qanaqaligini endi sen tanib olasan. Indamasa boshimga chiqasan, kimsan sen? Sani orqangdan chiqadigan insonam oilang bo'ladimi? O'rtoqlaring bo'ladimi yoki boshqa bir kimdir bo'ladimi? Kesin men o'zim gaplashib olaman.